Makfi, tayyormisan? Ha, tayyorman. Mak, bugun hamma uchun ter to'kishingga to'g'ri keladi. Nega ishonishing mumkin? Axir meni veji super demokratika deb chaqirishmaydi-ku. Rostdanmi? Yo'q, hazillashdim. Oy! Kamera tayyor. 10 soniyadan keyin boshlaymiz. Va nihoyat Makvin topildi. Qayerdan deng? Radiator Springs nomli olis shaharchadan. Shinasining rangini ham o'zgartiribdi. Umuman o'zgacha ko'rinish. Chekozor. Hay Makvin, qayerlarda yurganing? Yolg'iz o'zim juda zerikib ketdim. To'g'ri, homiylarim Denekova o'sha egizaklardan tashqari albatta. Oldin ular seni muxlislaring edi, endi bo'lsa meniki. Bilasan bular nima deyishdi? Boshqa Makvin. Barakalla Makvin, boshqa. Yana 50 ta aylana qoldi. Hozircha King hammadan oldinda ketmoqda. Makvin unga yetib olyapti. Burilishda o'tib ketmoqchi, ammo Chiko uni yo'lini to'sdi. Barakalla. Chiko unga tinchlik bermayapti. Makvin yana ortda qolib ketdi. Endi yana raqiblarni quvishga to'g'ri keladi. Yo'q, Makvin ustiga chiqib ketdi. Endi bor yo'q bittagina King qoldi. Makvin trakdan chiqib ketdi. O'g'lim, ahvoling qalay? Bilmadim, Mak, hayronman. Men o'zimni g'alati his qilyapman. Men bu yerga azaga kelganim yo'q. Dok, do'stlarim shu yerdamisiz? Texniklaring yo'qligini bilardim, ammo bu qadar tang ahvoldaligini tasavvur ham qilmagandim. Aytmayman degandingiz-ku. Boshqa choram qolmadi. Metr xayrlasha olmagan ekan. Hojat! Endi ko'nglim joyiga tushdi. Yaxshi, agar ular ortidan xuddi yo'lni tekislagandek motorini g'ildiragingga olib yursang, oxir oqibatda bir uyum temir tersakka aylanasan. Shuning uchun bor mahoratingni ishga sol, bo'la qol. Diqqat, hamma tayyor tursin. Gvido, Luigi raqiblar professionallar. Shuning uchun juda tez ishlashimiz kerak. Kapotlarni ochishga ham ulgurishmaydi. O'g'lim, sen ularni yuta olasan. Masofani bir maromda hayajonlanmasdan bosib o'taver.